Qizg'onyapti. Ma'lumot uchun buni tagida 22 ta tuxum bor edi. Asosan bitta kurk endi o'tganmiz. Kurk bo'lib, tuxumlarini bir 4-5 kun bosmay turkitib qoluvdi. 5 sm eniga. Ovqat edishimiz. Santexnika quvuri yoki kanalizatsiya quvuri deb aytiladi. Ichini razmeri 15. Salom. Assalomu alaykum. Hamza Farm obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan o'rdek qafaslarimiz, katelarimiz, tuxum tug'adigan joylarini, razmerlari, nechta qilingan, soni shu haqida gaplashib o'tamiz. Keyin qachon kurk bo'ladi, nechta tuxum qo'ygandan keyin kurk bo'ladi, shu haqida ham bir gaplashib o'tamiz. Sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar oldin, videoni boshlashdan oldin. Ha bo'lmasa boshladik. O'rdek xonamiz bo'ladi mana shu. Mumkin. Bir boshdan boshlaymiz. Birinchi xonamizdan boshlasak, birinchi xonamizda hozirda 4 ta tuxum bor. Buni boshida bitta edi, sekin-sekin tug'ishni boshladi bahor kelishi bilan. Bahor yaqinligi uchun bu yerda 5 ta ekan. Ko'rishingiz mumkin. Asosan bitta kurk endi o'tganmiz. Kurk bo'lib, tuxumlarini bir 4-5 kun bosmay turkitib qoluvdi. 5 kun bosib, o'shanda tuxumlar muzlab qolganda, shuning uchun o'shalarni oqliq sifatida tushunmaganlar uchun shu nima deydi? Shpargalka sifatida foydalanyapmiz shu tuxumlardan. Hozirda mana bu yerda 5 ta. Mana bu yerda 7 ta ekan. Ko'rishingiz mumkin. Sviji yangi tuxumlarni saqlashga yig'ib olyapman. Qachonki kurk bo'lganda, ana shu kurk bu tagiga bostirib yuboraman bittada. Yana bu 4-xonamiz ekan. 4-xonamizda ham 6 ta tuxum bor ekan. Bu yerlar hali bo'sh. Lekin sal joy tayyorlashga harakat qilishyapti. Kunlar isigan sari mana joy tayyorlashga harakat qilishyapti. Xudo xolisi. Bu yerda o'rtasida ham bir chegara bor edi. Shuni hozircha vaqtinchalik yo'q. Bitta to'g'irlab qo'yamiz buni ham. Mana sekin ketsak. Ha, aytgancha, katelarimiz hozirda 33 tani tashkil qilyapti. Hozir bir yo'la tanishtirib chiqyapmiz tuxumlari bilan. Keyinchalik razmerlarni ham aytib o'taman. Mana bu yerda ham tuxumimiz bor ekan. Nechta bu yerda? Ko'rinayotgan bo'lsa, bu yerda ham 6 ta tuxum bor ekan. Bu yeringni sal qorong'ulik qiladi. Spechka yo'qdi. Shuning uchun ko'rsatmay qo'yaraman. Aytib o'tgitday, bu yerda ham 3 ta tuxum bor. Sekin-sekin boshlashdi. Mana bu yana bitta katayimiz. Bu yerda ham 5 ta tuxum bor. Bu yerda hali tug'ishni boshlagani yo'q. Birozda bu oxliq sifatida qo'yib qo'yibman. Bu yerga tavug'imiz tug'adi. Bir dona tavug'imiz bor. Mana bu katayimizda ham yaxshigina 5 tagina bor ekan. Yaxshi. Bu yoqda 4 ta. Shundayda 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bitta kurk 9 ta tuxumda ekan. 9 ta endi o'tganmiz tuxumda ekan. Ular ham nari beri bir oylarda kurk bo'lib qolsa kerak. Mana bu yerda kurkamiz tuxumlarni qizg'onyapti. Ma'lumot uchun buni tagida 22 ta tuxum bor edi. 22 ta tuxum bor edi. 22 tadan 4 tasi palaxta chiqdi. Shuning uchun 4 tasini olib, o'rniga yana 2 ta qo'shib qo'ydim, 20 ta qilib qo'ydim. Nima sababdan desanglar, 12 kun raznica bilan qo'ydim. Sababi bitta bilasizlar, endi o'tganlarni 2 marta arqama-ketdan bostirsa bo'ladi. Shu sababli shu 18 jo'ja ochib chiqqandan so'ng tagida 2 ta tuxum, hech qo'yilgan tuxum endi o'tgani turkitmasligini oldini olib turadi, ushlab turadi joyida. O'sha
18 ta chiqqandan keyin xudo xolasa o'shani yig'ishtirib olib, o'rniga 18 ta tuxum sekin-sekin qo'yib, chiqqandan jo'ja o'sha tuxum ushlab turish vazifasini bajaradi, indudga turkitmasligi uchun. Mana. Hozirda bu 17 kun bo'ldi, adashmasam, 17 kundan beri bosib yotibdi. Rivojlanishi yaxshi tuxumlarda. Tekshirganmiz. Tekshirgan videomizni yaqinda Instagramga qo'yamiz. Akalar, Instagramimiz, sahifamiz, Instagram kirib poyistga Hamza Farm deb yozsanglar, Hamza Farm Instagram profili chiqib keladi. Obuna bo'lib qo'ysanglar, qisqa videolar bilan kuzatib borasizlar akalar. Buni ovqatini suvini quygandim. Bu bunday qilish xato ekan. Chunki aylana o'zi chiqib turar ekan, o'sha paytda ovqatlanar ekan. Suvlarni ham tagiga to'kib tashadi, shuning uchun qaytib qo'ymadim suvlarini. Xo'sh, razmerlarga kelsak akalar. Razmerlarimiz 40 sm eniga, bo'yiga ham 40 sm. Ichkarisiga ichkarisiga 55 sm ekan akalar. Boya aytib o'tganimdek, bu qator bu boshigacha bir xil razmerda qilingan. Mana shu yon tomoniga o'tgandan keyin sal kengaygan. Hozircha yaxshi, joyimiz juda mos razmer o'ziga. Bundan kichkinalik qiladi o'ylayman akalar. Xo'p, biz ovqat idishimiz modellarimizda axircha aytib o'tdik. Ovqat idishimiz santexnika quvuri yoki kanalizatsiya quvuri deb aytiladi menimcha. Buni aniqini bilmayman. Menimcha bu quvurimiz 150 yoki 200 lik. Mana ko'rishinglar mumkin. Agar tushunadiganlar bo'lsa, mana ichini razmeri. Ichini razmeri 15. Salingni mana o'rt sentrroqga qilinmaganim uchun 15 ga yaqinlashmayapti-da. Sal 15 ta aslida. Sentrdan tortsak 15. Ichini razmeri 15. Shunga qarab nechiligini bilib olasizlar. Quvur razmerini. Hozircha paqirlarga qo'yibmiz suvlarini. Boshqa variant topilmayapti bizga. Keyin endi o'tkamiz, masalan, mana shu kurk bo'lgan endi o'tkamiz bir oy ichida kurk bo'lib yotdi. Bundan kelib chiqadiki, endi o'tkalar bir oy tuxum tuqqandan keyin, bir oylarda kurk bo'lar ekan tuxum boshlagandan keyin. Fakt akalar, shunga qarab hisobinglarni olasizlar. Xudo xolisa akalar, sekin-sekin tuxumga kiradiganlarimiz soni ko'payibdi. Chunki kunlar septi bundan buyog'iga. Xudo xolisa bahorda yaxshigina ko'payishlar bo'ladi nasib. Sotuvda bormi deganlar uchun sotuvda bitta bahordan bo'ladi. Xonamiz aytib o'tdik. Adashmasam 5 metr. 5 yo 6 bo'lishi ham mumkin. 6 bo'lishi ya 5 metr ekan. 5 metrga bu yoqdan bu yoqqacha 10 dan ziyod, 11 shunday, 11 metr. Bitta kelajakda to'g'risi mana bu yoq tomonlarni agar foyda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, biz ham yangi boshlovchida, yangi biznes, tadbirkorlik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu yoqga uzayish bo'ladi. Endi o'tgan xona. Hozirda bitta molimiz bor bu yerda. Xonachi. Endi o'tkalaringizni ham ko'rsating deyishyapti ko'pchilik. Endi o'tkalarimiz mana bu yoqda tashqarida yuribdi. Bardakka e'tibor bermaysizlar. O'tkalarimiz mana. Asosan alabulalari bizda oq boshlar bilsanglar yaxshi bosadi. Ko'kda ham yaxshi ko'k bo'lib yaxshi bosib chiqadi tuxumlarni. Mehri yaxshi.
Sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi akalar. Ha, yana bir gap. Endi o'tkalarimiz soni hozirgi kunda 68 ta. Shuni ham aytib o'tgaylik. Akalar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar deb qolaman. Videomizga like bosishdan chiqmasin, obuna tugmasi bilan.